Bismillahirrohmanirrohim. Bayanul mu'rabi minal af'ali. Fe'llardan mu'rablarning bayoni. Al-mu'rabu minal af'ali huwal mudari'u faqat idza lam yattasil bihi nunut ta'kidi va la nunil inasi. Fe'llardan mu'rablari faqat muzori fe'lidir agar unga ta'kid nuni yoki ayollar jamoat nuni yopishmasa. Wa anva'u i'robihi thalathatun raf'un wa nasbun wa jazmun. Uning mu'eroblarining navi 3tadir. Raf, nasb, jazmdir. Va li kullin minha mawadhi'u muayyanatun la waqa'a fi ghayriha yu'addu khata'an. Undan har birini tayin qilingan o'rni bordir. Agar undan boshqa yerga tushib qolsa, xato deb ismlanadi. Nasbul fi'li va mawadhi'uhu. Fe'lning nasb bo'lishligi va uning o'rinlari. Al-aslu fi nasbil fi'li an yakuna bil fathati. Aslida fe'lning nasb bo'lishligida fatha bilan bo'lmoqligi. Va yanubu anha hazfun nuni fil amsilatil khamsati. Va undan noib bo'ladi 5 ta misolda nunning hasb bo'lmoqligi. Va hiya kullu muzari'in ittasalat bihi alifu isnayni ka yaf'alani va taf'alani aw waw jama'atin ka yaf'aluna va taf'aluna aw ya'u mukhatabatin ka taf'alina. Har bir muzoriki unga ikkilik alifi yopishgan bo'lsa, mana yaf'aloni u ikkovi qilyapti va taf'aloni siz ikkovingiz qilyapsiz deganga o'xshash. Yoki jamoatni vovi yopishgan bo'lsa, mana yaf'aluna ular qilyaptilar va taf'aluna ular sizlar qilyapsiz deganga o'xshagan. Yoki muxotaba ayolning, xitob ayolning yosi yopishgan bo'lsa, misol taf'alina sen ayol qilyapsan deganga o'xshash. Birinchi izohga qaraymiz. Gapda nasb o'qilgan fe'llar fatha bilan nunni hasb qilib nasb o'qilgan fe'llardan ko'proq aylanib turgani uchun fe'lning nasb o'qishlikda fathani asl deb e'tibor qilindi va nunni hasb qilishlikni esa undan o'rin bosar noib qilindi, go'yoki mana yaqinda aytiladi. Ikkinchi izoh. Yaktubu, yaktubani, taktubani, yaktubuna, taktubuna, taktibina nasb o'qilganda yaktuba, yaktuba, taktuba, yaktubu, taktubu, taktubiga aylanib qoladi. Va huwa yunsabu idza sabaqahu ahadul ahrufun nasibati va hiya an, walan va izan kay. Va u, ya'ni fe'l muzori nasb o'qilinadi undan oldingi bu nasb o'qituvchi harflardan biri o'tsa va ular an, lan, izan, kay. Nahvu yuridulloh an yukhaffifa ankum. Misol, Alloh taolo sizdan yengillatmoqlikni iroda qiladi. Lan yaghliba usrun yusrayni. Hargiz bir qiyinchilik ikki qiyinchilikdan g'olib kelmaydi. Izan tablug'ol majda. Unday bo'lsa ulug'likka yetasan. Ji'tu kay ata'allama. Keldim ta'lim olishlik uchun. Mana bu oyatdagi faraja'naka ila ummika kay taqarra aynuha. Onangga seni qaytardik, uning ko'zi quvonishligi uchun deganga o'xshash. Uchinchi izoh. An va undan keyingi fe'l ismga ta'vil qilinadi, ya'ni ism hukmini olinadi. Taqdirida mana bu oyatdagi yuridulloh an yukhaffifa ankum, Alloh sizlardan yengillatmoqlikni iroda qiladi deganda yuridullohu tahfifa ankum deb tahfifani o'rnida ta'vil qilinadi an yukhaffifani. Lan kelasi zamon fe'lini nafiy inkor qilib berishlik uchun va izan javob va jazo uchun. Seni so'zingga o'xshaganki, senga bir kishi yaqinda g'ayrat qilaman desa, sen aytasanki izan tablug'il majda. Unday bo'lsa sen ulug'likka yetasan deysan, albatta sen ham javob berasan, ham uni g'ayrat qilishiga jazo shartiga jazo qilib ulug'likka yetishligini aytasan. Kay ham anga o'xshash fe'lni ismga, mastarga aylantirib beradi. Misol ta'vil qilinib, kay ata'allama deganda keldim ta'lim olish uchun, ya'ni ji'tu lil qiroati, o'qish uchun keldim deb aytilganni ta'vilida. Vaqot tansibu an va hiya mahzufatun va yajibu zalika fi khamsati mawazi'a.
goho an fe'lni nasb o'qitadi va holbuki o'zi hasb qilingan bo'lib turib va bu mana shu 5 ta o'rinda hasb qilishlik vojib bo'ladi. Al-awwalu ba'da lomil juhudi va hiya al-masbuqatu bi kawnin manfiyyin nahwu ma kana solihun liyasruqa va lam yakun liyakziba. Birinchisi inkor juhud lomidan keyin va u nafiy bo'lgan konaga ergashtirilgan holda bo'lib, ya'ni bu lomi juhuddan oldin kona manfiysi o'tgan bo'lish kerak. Misol solih o'g'irlik qiluvchi bo'lmadi deganda mana makana bu kona af'ol noqisa nofiyalik kelyapti. Solihun ismi jumla xabari. Liyasruqa mana shu yerda lomi juhud bo'lyapti. Yasriqoni nasb o'qityapti, ya'ni ana shu yerda li anni hasb bo'lishligi vojib bo'lgan. Va lam yakun liyakziba va u yolg'on gapiruvchi bo'lmadi deganda mana lam yakun manfiy kona kelyapti. Liyakziba ana o'sha yerda an hasb bo'lishligi vojib bo'lib yakzibani nasb o'qityapti. As-sani ba'da aw allati bima'na ila aw illa nahu ijtahid aw tasila ila al-maqsudi va yuhbasul muttahamu aw tazhara baro'atuhu. Ikkinchi anni hasb bo'lishlik vojib o'rni avdan keyin shunday avki ilo ma'nosida yoki illo ma'nosida kelgan bo'lish kerak. Misol g'ayrat qilgin maqsadingga yetguningcha mana shu yerda av ila ma'nosida bo'lyapti. Ijtihad fe'li foil bo'lib av ilo ma'nosida, ana shu yerdan keyin an hasb bo'lishi vojib bo'lib tasila nasb o'qilyapti. Ilal maqsud jar majrur. Va gumondorni qamaladi illo magaram pokligi oshkor bo'lsa deganda mana yuhbasu fe'l majhul, muttahamu bu noib foili av illo ma'nosida, ya'ni magaram qamalmaydi. Baroat ya'ni o'sha pokligi oshkor bo'lsa degani tazharu fe'l baroatu foila. Va salisu ba'da hatta nahu lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Uchinchisi hattodan keyin anning hasb bo'lishi vojib bo'ladi. Misol Alloh taoloning mana bu oyati hargiz yaxshilikka yeta olmaysiz hatto yaxshi ko'rgan narsangizdan infoq qilguningizcha. Bu yerda hatto mana shu undan keyin an hasb bo'lib tunfiquni nasb o'qityapti. الرابع بعد فاء السببية المسبوقة بنفي أو طلب نحو لم يزرع فيحسد ازرع فتحسد. To'rtinchisi nafiy fe'liga yoki talab buyruq fe'liga ergashtirib keltirilgan fa'i sababiyadan keyin. Misol mana ekmadi, bas o'rardi. Mana lam yazra nofiya nafiy fe'l bo'lyapti. Fa sababiyya yahsudani nasb o'qityapti. Shu yerda an hasb bo'lishi vojib bo'lgan. Izra fatahsuda ek bas o'rasan. Ana bu ek deganda buyruq gap talab bo'lyapti. Fa unga ergashib kelyapti va an hasb bo'lib tahsudani nasb o'qityapti. Bu bizni o'zbek tilida ham bormadingda ko'rarding deb qo'yamiz. Borgin ko'rasan deb mana shundoq aytiladi. Demak fodan oldingi ish fodan keyingiga sabab bo'lganligi uchun fo sababiga deyiladi. Ekishlik bu yerda urishlikka sabab. Al-khamisu ba'da vavil ma'iyati kazalika nahu lam ya'mur bis-sidqi wa yakziba la tanha an xulqin wa ta'ti mislahu. Beshinchisi ma'a ya'ni birga ma'nosidagi vovdan keyin, ya'ni vovdan oldingi keyingi narsa bilan birgalikda bo'lganligini ifoda qiluvchi vovdan keyin. Bu ham mana shunda, ya'ni yuqorida nafiy yoki buyruq fe'l amr o'tgan bo'lish kerak. Misol mana lam ya'mur bis-sidqi, rostgo'ylikka buyurmadi, yolg'on gapirib turib deganda vov ma'iya ana o'sha yerda an hasb bo'lgan yakziban nasb o'qitdi. La tanha an xulqin va ta'ti mislahu, bir xulqdan qaytarma, o'zing unga o'xshaganni keltirib turib, keltirishlik bilan birga deganda mana la tanha nafiy o'tyapti. Qaytarma an xulqin jar majrur vav ma'iya ana shu yerda an hasb bo'lishi vojib bo'lgan, ta'tiyan nasb o'qityapti. Va yajuzu hasfu an va isbatuha ba'da lam at-ta'lil nahu hazartu li asma'a aw li an asma'a.
anni hasb qilib tashlab yuborishlik yo joyida turg'izib isbot qilishlik durust bo'ladi. Ta'lil sabab lomidan keyin. Misol ishtish uchun keldim deganda mana hazartu fe'l li mana shu yerda lomi ta'lil undan keyin an hasb bo'lishi joiz bo'lgan yoki li an asma deb aytishingiz ham durust, anni o'ziga qoldirib. 5-izohda aytayaptilar, modomiki hasb qilishlik joiz, fe'l la bilan kelmagan bo'lsa, agar la bilan kelsa albatta anni joyiga qo'yish kerak. Li alla ya'lamaga o'xshagan. Amsilatun, misollar. Va antasumu khayrul lakum. Sizning roza tutmog'ingiz sizlarga yaxshiroqdir. Va an mana nosiba oxirida nun hasb bo'lyapti. Bu mubtado, khayrul lakum xabar bo'ladi. Lan tablug'al majda hatta talaqas sabira. Hargiz ulug'likka yetolmaysan hatto achchig'ini chaynaguningcha deganda mana lan tablug'an nasb o'qityapti. Nafi majda uni maf'uli, anta foili, hatto ana bu ham nosiba talaqani nasb o'qityapti. Bunda ham anta foili, sobra maf'uli. Likayla ta'sav ala ma fatakum. Sizlardan qo'ldan chiqib ketgan, ya'ni sizlardan o'tib ketgan narsaga qayg'urmasligingiz uchun deganda mana kay kelyapti. La ta'savni nasb o'qitib nun tushib qolgan. Izan ukrimaka fi javobi sa'azuruka. Unday bo'lsa seni hurmat qilaman deysan bir kishigaki men sizni ziyoratga boraman degan kishiga javob tariqasida. Unda izan mana ukrima nasb o'qityapti, ham javob ham jazo bo'lyapti. Ma kuntu li ukhlifal wa'da va lam akun li anqudal ahda. Men va'daga xilof qiluvchi bo'lmadim va ahdni sindiruvchi ham bo'lmadim. Bu ma kuntaba afol noqisa nafi, kona nafi ergashib lomi juhuddan keyin uxlifani nasb qilyapti. Va'da uxlifaga maf'ul. Va lam akun bu ham afol noqisa manfi kelyapti. Lom juhud anqudani nasb o'qityapti. Astashilanna sa'ba aw udrikal muna. Mana bu albatta qiyinchilikni yengil sanayveraman orzuimga yetgunimcha. Bu yerda la astashilanna fe'l foil, ana sa'ba maf'uli aw ila ma'nosida kelyapti. Udrikani nasb o'qityapti. O'sha yerda an hasb bo'lishligi vojib bo'lgan, muna udrikaga maf'ul. La ukafi annahu aw yusafiru. Albatta uni mukofotlayman, magaram u safarga ketadigan bo'lsa mukofotlamayman deganda mana la ukafi annahu fe'l foil, hu maf'uli aw illo ma'nosida kelib yusafirani nasb o'qityapti. Bu yerda an hasb bo'lishligi vojib bo'lgan. Lam yajudu fayasudu. Sahiylik qilmadilar, bas mo'tabar kishi bo'lardilar. Bu yerda lam yajudu nofiya kelib ana bo'lyapti, fa sababiya yasudu va o'sha yerda nasb qilyapti, an hasb bo'lishligi vojib bo'lgan. Judu fatasudu, sahiylik qiling, mo'tabar kishi bo'lasiz deganda judu mana amr kelyapti, fa sababiya unga ergashib tasuduni nasb o'qityapti. Ta'kulis samaka va tashribal labana. Baliqni yemagin, sut ichishlik bilan birga deganda la ta'kul fe'li nafi, anta foili, samaka maf'uli, va ma'iya. Ana birgalikda tashrabani nasb o'qityapti, labana tashrabaga maf'ul. Lam ya'muru bil khayri va yansav anfusahum. Yaxshilikka buyurmadilar, o'zlarini esdan chiqarishlik bilan birga deganda lam ya'muru mana nofiya kelyapti, bil khayri jar majrur va ma'iya, yansavni nasb o'qityapti, nun tushib qolgan, anfusahum unga maf'ul. Idda li tajida aw li antajida. G'ayrat qil topishing uchun yoki mana bu da li antajida topishlik uchun. Bu yerda lomi ta'lil bo'lyapti. Anni hasb qilib tashlab yuborish ham mumkin, joyiga qo'yish ham mumkin. Mana tajidani nasb qilyapti. Tamrinun mashq. Aynil mansuba bil fathati wal mansuba bi hasfi nuni min al amsilati al mutaqaddimati wa bayin ma nusiba fiha bi an mahzufatin. O'tgan misollardagi fatha bilan nasb o'qilgan fe'llarni va nun hasb qilishlik, tashlab yuborishlik bilan nasb o'qilgan fe'llarni tayin qil va yana unda an hazb qilinishligi bilan nasb o'qilgan fe'llarni bayon qil. Ana yuqorida biz bayon qildik, yana o'zingiz ham buni ajratib bayon qiling.